Payg'ambarimiz alayhissalom o'zlarini muborak hadis shariflaridan birida "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir la yu'zi jarahu", ya'ni kimki Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga bas ozor bermasin dedilar. Qo'shni o'zi kim? Qo'shni yashash manzilda bo'lishi mumkin, o'qishda qo'shnisi bo'lishi mumkin, ish joyida qo'shnisi bo'lishi mumkin, hattoki safarda ham qo'shni bo'lishi mumkin. Bizni dinimiz ta'limotida qo'shnilarning barchasiga chiroyli muomala qilishlikka buyuriladi. Payg'ambarimiz alayhissalom boshqa bir hadis shariflarida "Xoyrul jirani indallohi ta'ala xoyruhum li jarihi", ya'ni Alloh taoloning nazdida yaxshi qo'shni deb qo'shnisiga yaxshilik qilgan qo'shnini aytilar ekan. Yaxshi qo'shni bo'lishlik uchun nima qilishligimiz kerak? Biz qo'shnilarimizga qo'limizdan kelganicha yaxshilik qilib, qo'limizdan kelganicha ularga yordam qo'llarini cho'zib, ularga zinhor ziyon zarar yetkazmasligimiz kerak. Yaxshi qo'shni to'g'risida ulamolarimizdan birlari Hasanul Basri rahmatulloh alayh shunday ta'rif bergan ekanlar. Yaxshi qo'shni deb shundoq bir kishini aytiladiki, qo'shnisiga yaxshilik qilishligidan avval qo'shnisini aziyatiga, qo'shnisini yetkazadigan ozoriga sabr qilgan kishini yaxshi qo'shni deyiladi deb ta'rif bergan ekanlar. Qarang, bu ham o'ta muhim bo'lgan narsa ekanki, hozirgi kunda qo'shnilarning o'rtasidagi muomala munosabatni buzilishligiga ba'zida besabrlik ham sabab bo'lib qolar ekanda. Kimdir bilib yo bilmasdan, tushunib tushunmasdan, ba'zi bir holatlarda endi beayb Parvardigor ba'zi bir xatolarni sodir qilib qo'ysa, qilayotgan nojo'ya xatti-harakatiga yarasha u ham nojo'ya xatti-harakat bilan javob berib qo'yib, o'rtalardagi munosabat buzilib qolishligigacha yetib boryapti. Aslida bir inson bir xatoni qilgan vaqtda ikkinchi tomon unga sabr bilan chiroyli bir muomalada, munosabatda bo'lsa, o'rtadagi muammo chuqurlashmasdan isloh qilishlik uchun, ularni o'rtalaridagi munosabat go'zal bir holatda saqlanishligi uchun sabab bo'lar edi. Ammo ba'zi bir holatlarda shu narsaga e'tiborsizligimiz tufayli yoki bilmasligimiz tufayli arzimagan narsalar bilan qo'shnilarning o'rtalaridagi munosabatlar buzilib ketyapti. Hozirgi kunda ba'zi bir mana shunday qo'shnilarning o'rtasidagi munosabatlar buzilib qolgan vaqtda ularni isloh qilishlik uchun o'sha mahallaning kattalari, hattoki ahli ilmlar, imom domlalar yarashtirishlik uchun, ularni o'rtalarini isloh qilishlik uchun o'rtaga tushgan vaqtlarida ko'pchilik alhamdulillah bu nasihatlarni olib, mana bu dinimiz ta'limotlarini eslatilganda mana shu eslatmalarni qabul qilib, o'zlarining xatolarini tushunib, bir-birlaridan uzrlarini aytib, bir-birlari bilan chiroyli bir muomala munosabatlarni qayta tikalaydilar. Ammo ba'zi birlari mana shu narsani qaysarlik qilib, qabul qilmasdan, o'rtalaridagi qo'shnichilik haqqilariga rioya qilmasdan mana shunday noqulay ahvolga tushayotganlarimiz ham bor. Shuning uchun bir narsani eslatib qo'ymoqchimiz. Keling, qo'shnichilik munosabatlarimizni dinimizning ta'limotlariga ko'ra, payg'ambarimiz alayhissalomning ko'rsatmalariga ko'ra go'zal bir holatga keltirsak, agar ba'zi bir sabablarga ko'ra oralarimizda nizolar paydo bo'lib, munosabatlarimiz buzilib qolgan bo'lsa, yarashib, bir-birlarimizdan uzrlarimizni aytib, bir-birlarimizning xato kamchiliklarimizni kechirib, haqiqiy mu'min musulmon insonni qo'shnichilik borasida rioya qilishligi kerak bo'lgan odoblarga rioya qilgan holatda shakllantirib olsak, albatta ikki dunyo saodatini qo'lga kiritamiz ekan.